Yahyo ibn Ayyub al-Xuzoiy rivoyat qiladi. Umar ibn Hattob davrida bir yosh yigit bor edi. Ibodatda polvon, masjidga yugurgan, Qur'on tilovatida bir ijtihodiy bo'lgan yigit edi. Umar ibn Hattob bu yigitni tanirdi, yaxshi ko'rardi. Kunlarda birida shu yigit masjiddan ibodatini qilib qaytib kelar ekan, bu yigitni har kuni u yoqqa bu yoqqa o'tganini ko'rib, ishqi tushib qolgan bir ayol uni yo'lini to'sdida, ovrab-savrab uyga olib kirdi. Darvozasini oqlab uyga kirib kelar ekan, bu yigit shartta to'xtadi-da, Alloh taoloning quyidagi oyatlarini o'qidi. Innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash-shayton tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Albatta taqvodor zotlar agar ularga shaytonning bir toifasidan vasvasa etadigan bo'lsa, Allohni eslaydilar, bas to'g'ri yo'lni ko'radilar. Shu oyatni o'qidi-da, hushidan ketib yiqilib tushdi. Haligi ayol uyida begona erkakning o'lib qolishidan xabardor bo'lib qolmasdan boshqalar deb qo'rqdi-da, o'zini xizmatkori bilan hali yigitni qorong'ida ko'tarib olib borib, eshigini tagiga qo'yib qaytib ketishdi. Bu yigitning otasi bor edi. Namozdan kech qolganligidan xavotir olib tashqariga chiqdi, eshigini tagida behush yotibdi o'g'li. Uyga olib kirishdi, o'ziga keltirgandan keyin nima sababdan bunday bo'lganligini so'radi. Bu yigit hamma yo'q yaxshi deb indamay qo'yaverdi. Otasi Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, nima bo'ldi aytib ber dedi. Bo'lgan qissani aytib berdi. Otasi qaysi oyatni o'qiding dedi. Yigit shu oyatni ikkinchi marta qaytardi, hushidan ketdi. Endi uyg'onmadi. Allohdan bo'lgan qo'rquvidan hushidan ketdi va mana shu joyda joni chiqdi. Ko'mishdi. Tong yotganda Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ga bu xabar yetdi. Keldida otasini malomat qildi. Nimaga meni chaqirmadinglar? Ya'ni yaxshi ko'rardi Umar ibn Hattob bu yigitni. Endi tun bo'lganligi uchun sizni bezovta qilishlikni xohlamadi ya Amiral Mo'min. Meni qabrga olib boringlar. Qabrga olib borishdi. Qabrga qarab turib Umar ibn Hattob va liman xofa maqoma robbih jannatan. Yigitni qabrga qarab turib, Robbisidan qo'rqan kishi uchun ikkita jannat bor dedi. Shu oyatni o'qiganida qabrdan ovoz keldi. Ya Amiral Mo'minin, Alloh taolo ana shu jannatni menga 2 marta inom qildi.